Yana shunda akamga ayting, bitta kvartirani sotsinlar-da, ozgina qo'shib 185 mingga mana shunaqa bitta hovli olinglar. Bu hovlimiz 3 sotix, 2 etajli, yangi qurib bitqizilgan. Adresi bo'lsa, rohatdan shundoq 1 kilometr ichkariga kirganda joylashgan. Ko'rib turganinglardek bu yerda ziloniy zona, 3 ta mashinaga kattagina joy. Endi sizlar bilan birgalikda ichkarini ko'rib chiqamiz. Hovlimizga kirishimiz bilan bizani shunaqa kattagina hovlimizga kutib oladi. Bemalol bu yerga divan qo'yib dam oladigan zona qilsanglar bo'ladi. Zalimiz ham kattagina bo'lib, bu yerdan bizani orqa hovlimizga chiqib ketadigan eshigi bor. Oshxonamizda ham hamma narsa tayyor qilib qo'yilgan, faqat mebel olib kelib qo'ysanglar bo'ldi. Qolgan hamma narsalari uyimizda tayyor. Yana aytganimdek 185 ming bu hovlimizda turadi. Yana 185 mingga даже 4 xonali kvartira ham bermayapti. Bizda 2-etajda mana shunaqa 4 xonamiz bor. O'zingizlar xohlaganda ishlatsanglar bo'ladi. Bu bizda родительский spalni o'zini sanuzuli bilan yana bitta kichkinagina garderobi bor. Uni bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Agar kimgadir bu hovlimizda yoqqan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. Obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.